Men bulardy içinde jürgene farkım yok bolup kaldı ortak bulargaça keler. Yok. Alistan kadını var da. Kayda ecem derdi. Ekçeden bir görse bizden. Ecem bir nese de koyun silo. Birinciden hakem benim cinim. Şu densolukları yaxşı olsun. Yüzülozu tıçık olsun. Şu takamadan olur, hurmatını görsün. Diye maksatlarına yeteversin. Bir de bıçak yok. İki yaş baktırı olsun. Önü ölsün. Konuşkan olduğunu beken olsun. Gelecekte yaxşı, yüzülölerden olsun. Hakemin de sıkını daim yaxşılıklara cayılsın. Biz gelip şuntuk bakıra şakıra olur. Otur öyle, darısını çekesin. Rahmat. Şu tuğanlarımız vardır tıç olsun. Rahmat ecem. Valla çapası menen, bülbülüsü menen. Vardır mı tıç boğulur? Rahmat ecem. Benim ecem sözüne koşulayın ha. Çındıva. Şu. Karnajıma mı nese de koyun da. Kapamalar çındıva. Ecesi göre söz ver, bana söz ver. Atası ve nenesinin yolun yoldamanı yaşlardan olsun, geleceğe kıyam olsun, aldığını balasın, arkasını balasın, baktırır, var olur, bay olur, baktırır yaşlardan olsun. Şu hoş gelmişler, daima şu sizlerle dasta kondurdu kalayın, her mutlu ödünde soğuk, cübeyimizde, rahmatından da olur, şu baktırır olsun. Rahmat. Hadi da silo. Silo. Boştur, men dagı şu iki ecemin sözüne koşulamın toluğu menen. Şu akam yübülesiga tınçlık, özleriga den soğuk, koşakarıp, şu ülkelerin mozurunu ten körü jüreversin. Bardağız tınç bolaydı. O aytgan herkes. Salamat boğula, tinch boğula, uzoq yaşaylar. Bir yoqqa yuring endi. O yoqqa boralaydı. Evet. Yandaş tutulduğuna oturup kaldı. Bu da fazlasa şu kelim bolar, orada patene için bala olacak. Sonuçtan bu da fazlasa şu önsün, hakemlerin cenginlerine, akiflerine kurban olup, cenginlerine degende hizmetlarda kılıp, hürmetli şeyli olup, balalı çakalı olup, önü görsün gülüşüler, mektebekleşim. Bu da min kalaşları için çağırdalan kurban oluplar özürünün memele dille oturup kapız. Şunu da dairede sorumunda daim oturuşka bizge nasip etsin. Yaxşı deyirsin. Asya gelsin. Daha direkt aydalar var. Başım yer aydalar yok. Var mı? Al kardeşim. Qara, var mı? Oğlan. Qara, Ya muhtardır men söylüyor koşun koyup. Yok, çayga mı? Yok, men ondan çalmayım buna. Yoktur Muhtar. Yine sözü koşamın. Allah. Ya. Olmaz. Allah. Kim? Ya sağlıklı muhtar koptu o zaman bak. Sarı koza koyun. Sarı koza koyun. Eşine sağlık. Endi vartan arası cemaatı saklamadı. Kim metrege mısın tek basan yesin. Aytganınız kelsin. Burası yaşın endi onu alamın nesde. Yaxşı giderler şöyle. Bol bolsun cemaatimiz bu. Bu ezegeler. Bunun zavadında da. Başkattan. Askerge mözünü veresin. Dolayısın. Yaptın. Bol. Ya yaxşısın bakın. Ha. Mamaca selam. Yaxşı. Ha. Yenge. Süle. Süle ne abi? Akam yaxshi niyat qiladi. Mana u uyushsam, murzani yurasan. Akam bunda maqsadga yetib turadi, deb ajgan borishga nasib qilsin. Shu bola chaqasini ajabazim ko'rsin, qizlarni ajabazim ko'rsin. Evre yuralarimizni ko'rib, o'ynab yurishimizni qo'shaqarib yuraversin. Rahmat. Akam bir dunyoga kelgan bir inson. Akam bu da inson dunyoga hurmatga kelgan. Hayır, ketekelerden aşağı. Hadi tez sen. Endi akamni nemasi boya hali unchalik bo'lmay qoldi. Hali estabasdan bir nemasi bor ekanda endi.
qancha ming qilin sanaldi, qancha ming odam jaraldi. Oti danko bo'l bo'lsa, aytasin qancha bo'ladi. Biroq aytmasqa qanday Atoshga jo'rishga men tilakdoshman. O'zim sakon aytdim. Voy, o'zingizlar qayerda pulimiz bor? Voy, Pullar ichish kerak edi. Shurova shart bo'lsa men o'sha yo'lni qotlayman. O'zim taksala qaraman. Voy, bizi qadrli insanlar daim yaxshilik kunlarda, yaxshilik to'ylarda qani sachlikda yursin. Qiynalmay keldingizlarmi? Tunçma yaşıgellik hammasi to'y bo'ladi. Bitta bolaman yana bitta bola qo'shilib o'tadi. Bilasizmi? Bilasizmi? Kelmadimi? Akıyorum geldi. Burada da biraz yıldızlı. Aşağı. Bunlar çok iyi. Yaxşı dasturxonlarda üstüdə yürüşdü, Allah Teala nasip qilsin. Alloh akbar. Şefsizlar. Asqar aka, O, yaxshi tilaklarimiz bor, mana kezinizga hozir bir-ikki og'iz tilak bildirmoqchi. mayli, mayli. Mayli. Hamma qo'linglar yo'q. Ha, mana olinglar shu. Asqar akaga ham beringlar. Yo'q, men. Yo'q bu. Hurmatli bugungi to'ydan egalari, avvalo otimiz Asqar Ali. Shu ulug' zot kim? Mirzabek. Mana Kelmadi, Urmatay. Mirzabekni shu uylayotgan ekansiz. Shu Urmatayni umid qilib kelin qilib jatat ekansiz. Shu 2 yosh baxtli taqdiri bo'lsin. Siz shu ballar mana qanchasini uylab, qancha nevra chevra ko'rib qoldingiz. Bu 2 yoshdan ham nevra chevralarni ko'rib, Dura beganasiga teyin ko'rishni Alloh nasib etsin. Rahmat. Avvalo to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Ömrünüz baqiy bo'lsin, baychangizga ko'ngil, eli sharqat bo'lib, o'nib o'sib, bola baqiralarni huzurini ko'rdilar. Rahmat. Rahmat. Asqar aka, mana shu qishloqda eng yaxshi namunali xonadonlardan bittasi zonadoningiz.
Shu mana shu qutli xonadonda o'tirib mana biz eng yaxshiliklarimizni bildiryapmiz. Mana shunaqa sizdaqa bo'lib shu yerda o'tirganlar ham hammamizni ham sizdaqa yoshingizga, sizdaqa bolalarni orzu havasiga yetkazishga bizni ham yetkazsin. Mana bolalaringizni orzu havasini ko'ring, kamollarini ko'ring, nevaralaringizni, chevaralaringizni kamolini ko'ring. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu bolalaringlar baxtiga siz bilan kampiringiz doim sog' bo'lsin. Rahmat. Bolalaringizni juda ham havas qilaman. Hammamizga sizdaqa bolalar tarbiya qilish nasib qilsin. Yana bir bor mana shu to'ylar bilan tabriklayman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Alloh biladi. Rahmat. Tushirgan keliningiz qizdaqa xizmatingizni qilsin. Albatta. Doim salomat bo'linglar. O'zlarni kulaysiz, o'zi ham vaqt ochilib ketsin. Xudo ber, yaxshi narsa o'zi. Ana olinglar, olinglar. Rahmat. Yozilib o'tiringlar. Sizlarga. Çaylar var mı? Oturaslar mı? Kamçılık yok mu? bo'layotgan. Avvalambor shu ikkovi baxtli bo'lsin. Shu otam bilan enamni mana shu yerga kelayotgan qiz bo'lib kelsin, kelin emas. Mana shu ikki yosh hamisha baxtli va o'zlaridan ko'payib, yana shu kunlarda hali 5 to'ylarda o'tiraylik. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Kam bo'lmang. Sabr boshqacha bo'lib o'tiribman-da. Haqiqatan pozlak aytmoqchi shu ota-onasini, kuyovini, egachlarini, hammasini xizmat qilishni, shu bolada boriga, yo'lga, qanaqasiga yashashini tilab qolaman. Baxtini bersin, omadini bersin hammasini. Tilagim shu. खुदा पाया Limon. Kesini olib chiqqan ekan. Hali menda bor, ey. Haligida qoladi. Tayyor kechiring. Mana nima yaxshi deb Şokra bakta. Çakır koyasın. o'sha chiziklarni jo'natdilar, chiqar. Mashinaga hech topib ketdi. Mahmud Amir, Albina, aligilarni chiqarib berish kerak. Onlarga çıkmaz aytko, Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem sen yaparken ben ne olursa. Tuttum ya aytdan. Bor aytib qo'y. Mollarga borib qo'y. Yetat. Seni kulu olsun. Cennet geldi. Vardın mı? Bak değil. Jendagi barkamatdir. Koydum koy. Ne tamam oğlum? Onda nene koyasın.
Gidiyorsun o yer git alın getir. Ha? Çık. Ha bu ya. Tiko bor ekan, tikoga o'libdi-da. Unamayapti-da. Tiko aynan qo'lni tushib yonboshdan olinib ketilaveradi. Yo, orqa. Birinchi oy sanasi 2007-yil talabalar abituriyentlar Baxtli bo'larsin. hayajonlamasdan albatta bu testlarni yechib ertalabdan yaxshi Qanaqa? hayajonlamasdan albatta ruchkalar yodingizdan chiqmasin. Qanaqa? 12:07 soatlarimiz ichkisi yodimda bo'lgan taqdirda ham yaxshi va go'zal taronalar sizlar uchun taqdim etiladi. Siz ham bizni tinglashda davom eting. Siz bizga, biz sizga do'stimiz bunlar esa En oldi shu ma'nosi oldi emas, orqasini o'rtas bo'ldi. Vaqtli bo'lsin. oldiga o'tib olaylik endi. Ha yaxshi. Утром учит дудриту танцевать, твои спички, мои дрова. Ой-ой, чита-чита-дрита, хочется любви. Ой, чита-чита-дрита, ты вечерком зайди.
Hadi bak ayağına çıkarsın ki yetenek olur. Geçin öyle abi. Kurmazsızlık var. Bana. Ne oldu? Hangi fasulyeleri o ana sen ana. Çekile. Kana. Ha. Oldu. Kana kim? Model koy. Araya konuşalım. Gelin. Bana. Torga. Ha ya. Yok mişaklar mı koyayım ha? Gelinizler yapmasın. Gelinizler. Kane. Uda. İnşallah kira çıkıla. Kegele bu kafadan. Kek çalkalı koyalım. Kegele. Var mı yana bu kafadan? Var mı? Gelin bir yak ötüleyin de. Gelin. Bana meyve var çıkarın. Kegele. Tamam. Ben fotoğrafla o. Başınızın olayım, başınızın olayım. Kıyımçılığım yok mu? Yok, Kamçılığım yok mu? Allah'a gelsin. Sekin. Oldu. Hani? Oldu. Hani dua vergiliydi. Otur. Kımılla var. Hadi hazır dualar turası. Hani amin. Amin. Ama siz aman burada yeterli. Maksat muradına yetiyorsun. Şikayetçiler bana. Hani? Buraya? Oraya sen de. Hani gel. Vallahi olur dinleyelim. Tamam ne gel. Yengeler kalsın ki şey var. İçine.
Pul. Yo'lan shunchalik deb emas. Kim batroq? Arzon berib yo'lan. Qo'ydi. Kim bo'layapti degan narsangiz? Voy, mana. Sizni ko'tarib, siz jangga chiqib ketdingiz. Yo bo'laman, gulshirmeni nima qilasizlar? Nima? Yo bolasi ko'p ichib ket. Hozir. Yo'lan olib chiqib ketdi. O'g'lay, unaqa vaqtinglarni olasizlar. Bo'ldi endi tushing. Nima qilishingiz kerak bo'ldi mana shu. Kelin tushirishni ham o'ylab qo'yinglar deb. Kelin tushirganda ham idish qaytib qilamiz Feruza. Rashod qilasizlar. Ha, Rashod qilamiz. Ochib ber endi. Voy, yo'qmi? Uni bu yoqqa tashlab qo'ying uni. Yo'q, buni kuyov bolani. Kuyov bolani beraman. Kuyov bolani. Ana chengesini rozi qilaman. Nima qo'shaylik? Lata qo'shaylik. Bitta lata bir kimda bir keldi. Yo'q, tozasidan. 100 o'zbekchasiga aytsangiz bo'ladi. Feruza ruxsat bersa beradi. Jengasi rozi qilishim kerak. Birinchi kuyov bolani do'stiga berdi. Kuyov bolani do'sti bilan ishim bormi endi? Qizni ham osonchalik berish. Zorada oling olsangiz yaqin oling. Ha? Yo'q kelin. Qizni ham osoncha bermaganlar. Shunaqa. Uzorada oling videoni. Yo'q, men aytaman. Yo'q, kenavroq bergan. Uzorada oling. Buni chiqib qoladi. Oh, Key, manzaraga tushmaydi. Vaqtni zo'r qilib ketdi. Chidemiz yo'g'iga silaman. Voy, kelin bopani anjanga boqishga kerak. Mashina ham qoladi. Ha? Kunda ham kuyib turgan kuyib bola. Kuyib bitgan. Qara. Jiya olib chiqarish oldi bitta qilib. Qani, hop, pulni ko'rsating. Yo'q, sulton ona oching. Yenga, ona oching birinchi. Zafar. Yo, Zafar. Açın Zafar.
Dolarım var. Ondan getiriyor ki. Sen geldin. Kana pazar ne diyor? Dollar da, Kırgızistan'da dollar. Dollar filan. Kaça dollar olsun bakalım. Beklediğiniz lafı. Geçemem Kırgızistan'da. Turan yer Özbekistan ise. Tamam, Özbek çalasın. Hiç süremiz. Halk özüne ülkene de Özbekçe. Bu gaz koyun çok ayıca. Ne olsa şunu aborat bulup koyup kesse şunu zaten koyudan bol gelsin. Necem razı oldu. Çok az ileride. Yaxşı, dövülür. Öcüne gelin, öcüne. Ha, katıra. Cem korkma, ödün maşayla. Bizi bola gilemde ketlerken bu köşeyin. Tagi dispele öcüne. O teşekkür ne? Bu paktasanlar koydu cünü. O darzaq yaxshilab kelganmiz o'zingga. Tayga jinda gilam o'zingga. Mirzo o'tirib. Mojarala oturup durarsın. Ha, biz o'tirib turamiz, kuyov bola tikib turamiz. Bo'ldi. Oqsoqol duo qilsin. Bo'ldi duo qilingchi. Qani ilohim. Qani amin. Hammasi o'zi murodmasi yeterlik, tanzil sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, xush ko'ngil qo'sha qolsin. Yo umrbod birga yashasın. Qani Doğru olarız. Bu oturmaydı da. Çok yaxshi. Ama zamanınız ilk varsın, toylar bana versin. Sizlere maksat muradınıza yettiler. Estarki salatları, yarın bu kaldım. Dumori falan. Hey. Yok. Kuantalarım dağıtta piyala ver de. Cevabı var bu. Yok piyala ver ver. Evet piyala. Cemil olmaz.
Ulatörüne bir yaka. Bir yaka. Bo'ldi, olib yelab. Aman abi sen ya. Qanaqa. Mol bo'lveraylar. Asıl. Kurotding eting. Onu bilan ko'chirib taqatamlar. Asıl. Rasul, kel. Asıl bo'ldi molda kelding. Men ham bordim. Ya, sotib kameraga berib tur. Shu. Başa şakalar doğru. Keling, duo bering. Qani? Amin. Tinchlik omonligini bersin. Mana xudo kishi bola chaqasi men tinch bo'lsin, uzoq yashasin, uzr xalosini ko'rsin bolalar shular. Keyin mana Rahatay qizim bilan kuyov bola qo'sha qarsin, umri uzoq bo'lsin, rizqli baxtli bo'lsin, o'rni bo'lsin, bola chaqali bo'lib yursin. Arkasini mol basın, oldini bola basıp yayrab yashnab yursin. Ishlayapsizlar bolalar, ishlayapsizlar. Chayga borib bolalar. Bo'ldi, yo'q qo'ydi. Amin. Toy qilgansin, to'y qazira qo'lasin. Borgan yerda boqcha, laylab choy o'ncha o'ldi, qizg'atsa qizdi, aylab choylab vaqt shu soat shu, boqcha shu bo'l. Qaynata qaynasini, qataynasin jo'ni jo'ni. Alloh. Sizga Alloh. Ben Patingiz'den ketdim men. Ne bo'ldi? Siz topib beramiz beramiz. Yo'q, bersang ham beradi. Yo'q, mana shu kelganiga sizga ham beradigan mana. Yo'q, qo'y. Topib beramiz. Mana shu turganlar hammasini. Xudoga bera qo'ying, birodar. Avlod olib. Ha. Hammasiga Nevara kızımız bargan yerden baktasın, ömürleri uzak olsun, tanısan sağ olsun, koş koymayın, koşa karısın, daim tinçlik olsun, yerge kızmaz kıladı, kaynataya yak kızmaz kıladıgan, bargan yerden yak bakta ömürleri uzak olsun, koş koymayın, koşa karısın, daim tinçlik olsun, o şey yerden yerge yüzke daim kızmaz kıladı, hürmetine yaş var yürüsün. Amin. Bargan amin. Allah hoş geldin, koşa karısın. O şu kaynata kaynayınca daim kıymet kılı ömürbaz yaşlarda duasını alıp daim yaxşı kıymetler kılı yürüyen. Bizden marşet daim bizi daim kapak kuvağın daim kursam bolsa el yutuz daim tinçlik bolsun. Bala takalı olup onu ölsep özümün bulup baş baybaşı bol yürüyen. Rahmet bol etsin. Молодец, zot siladingiz. Zot siladingiz. Zot. Молодец. Hammasiga tatiydi. Mana ikkita xudo. Chaqchaq aytasiz. To'g'ri. Ha, mana ikkita xudo. Mana ikkita xudo. Mana endi moslashdi. Ben seni tapıyorum bularni. Ana. Ya ko'p qilaverdim. Yaxshi. 3 kundan beri to'y aytdi. Ha, 3 kun bo'lsin to'y. To'y qulansın deydi. Maqsad qilib qo'ydim men. Ha? Shu kichkina o'g'lim men yaqinlayim. Butun Xitoy kamchiliklar. Ha, yaxshi bo'ldi. Shuni yaqinlayotib qo'y. Ha, yaxshi. Молодец. Ikki yosh bor. Haqliq bo'lib, mana duoңarni olib,
el jutti duosini olib, mana shu yerda shu xalqini duosini olib, shu mahallada bir ko'rkam kelin bo'lib, ko'rkam yigit bo'lib, elga, yurtga bir foydasi tegadigan bir farzandlar, nevaralarni to'yda Xudoga yana aka-uka bo'lib yuraveraylik. Xudo Alloh taolo shu kunlarga yetkazsin. Amin. Amin. Malades Askar aka. Rahmat aka. Kepsiz. Xudo xolasa mana shu yerda. Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizdan Baksat ölsün. Kaynata kaynatı hürmet kılatırgan kelin bolsun. Allah Teala perver muayzaymak altından takip etsin. Bargan dedim bak. Mamokşa bilen katta anması bolamın. Allah Teala evre körgümün. 96'ga girdim. Allah Teala benim yaşımda benim aylap çaylap balalı uçakalı olup durdu. Allah. Apa yapsın ahırıp yatırın Oturup içeriz. Özümüz tıç kolaylı, hamlarımız, aile azalarımız menen, bola çakağımız menen. Cepti. Kardeşim. Başı kızım var, yok bana o. Eşorma tartıldı mı? Çalım menen özüm, balam menen kelinim. Ona kudağız kempiri menen. Saf salamat tıç kolaylı, bola çakağımızı baktığa yakşı yüreğilik. Yani hamma şetki kara gözler, hamma tıç bulsun. Şuları katarda şu kızıma aldığını bala basın, arkasını mal basın. Önüp ösü bala çakalık bol, oruna çoktu oluyorsun. Yakşı ailelerden bolsun gelecekte. El havas kıladığın kelin bolsun. Kudayım şularda yaylap yaşınap baktı gelişi yürüversin. Allah aytganiz kelsin. Bizga qarab turamiz. Şu kızlıca oyturgan Adimalik beyin Rahime Hanım önüvesip şularday olup жүрсün, kızları yapıp çevreleri görsün. Nere çevreleri görsün Kudayım, uğuldardı versin kızlarına. Şu katarı da tınç olsun, baktılı olsun, şunu tileyiz. Kaynata kaynasına hayrını olsun. Rahmat. Katta pasiyam var, çamanasiyam var. Şöyle verseniz katta, bu yan bitlerine. Bir şey iki bola koşkanı milyon koşakları önü ösücüsün, hatta enesini, kaynatasını, eli cüttünü. Sıylaydıgan yakşı buraları olursun. Rahmat. Hop, teşekkürler. Şunday resimçi bala. Videoçu bala. Nevere çevrelerde görüm. Bizden şimdi toylarda size yürüyorum. Rahmat. Rahmat kan baba. Baxtaps özümen özü bolup, uvalı, culavalı bolup, o şehirden en yaxşı köy kelimlerden bolup жүрsün, baxtılı bolsun. Daim nevere çevere toylar bolup, baş baybiçe bolup jüreversin. Yaxşı gelinlerden bolsun. Bastan külüp, oynap külüp barıp gelip yürüyorum. Kudayım, vaxtını versin. Koşkonu bilen koşak ağrısın. Koşkonu bilen koşak ağrısın. Tanıcanı sap bolsun. Basını aldırıvasın. Taştay, aziz bolsun. Taştay katip var. Bizgen hayız baraka bol. Kudayım, Toyba katar Kelinler dersin, kelinler dersin. Toylar bolsun, ha şu arada. Hani aşık yandan doim yollar açık olsun, işlerine rıvaç bolsun, ömürleri uzak, rızkılar bulunur. Toylarda hizmet kılıverip, görüşüverelim. Maksat kendi tanıcanı sağ olsun. Siz çarçavasına baktılı bugüne aytganingizga. Jenge keling siz ham kelin. Kel vali yıkılın. Keling ama siz mayga jenge mayga deng moda turasiz. Kel. Sen mayga kelishar sen kelin. Kel. Gel sen de. Tot şu azı katırka. Skan yakar. Sen yatır. Siz ham. Mena yatıralım turing oğlum. Hatası mena qaytardim. Mana rachotdan oldim. Qani? Meni qarashimdan deyman. Shunday. Tayyormisizlar? Ovozi chiqadi jenge. Toshday qatib, oday baxtini bergan, Xudoy jo'zini bersin. Shu kapalarni o'sib yuradi. O'nib o'sib, qo'shqonga qo'shib qarab, yaxshi kelinlar bo'lsin.
Bosh qo'yuvchi, baxtli bo'lsin. Umringiz oxirgi ulug' bo'lsin. Eng katta xizmat qilgan qo'shnilari. Qani duo Qo'ygan joydan baxt topsin, ish qilib bola chaqali bo'lsin. Tanijoni sog' bo'lsin, qaynalarini hurmat qiladigan qilib yuraversin. Alloh baxtini bersin. Yaxshi kelin bola. Rahmatini olib yuraylik aka. Aynan holatda. Peshening ochiq. Qizi bola. Betlarni to'smasdan o'tmaylar. Buni ham tushungan tushunadi. Yangi kazni o'zi haqqimiz bor nima qilishimizga? Modani buzib qo'ydi. Yana hammamiz gaplar gapirib Kiyinimi? Birinchi umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shqo'ni bilan qo'shib hurmatini qiladigan hurmatini qil. Onasini izzat qilsin. Baxtli qiladi. Hamma joylariga qo'shadi-da uni. Bular hali montaj qilganda o'tamiz. Siz. Keling Zamirji. Bitirib oling o'qishlarni esonaman. Tezrak kelar. Hurmatli jamoat, nikohlanish, uylanish bu Alloh taolaning amri, payg'ambarlarga qo'ygan sunnat. Uylanishdan maqsad tinch totuv yashashlik. Shuning uchun tinch totuv yashashlik uchun avvalo kelinimiz kuyov bolani hurmatini qilish kerak. Kuyov bola bo'lsa kelinni hurmatini qilib, ehtiyojlari, ro'zg'ordagi oilaviy ehtiyojlar bo'ladi, ana shularga berilgan mehnat qilib, ishlab pul topib, nima qilish bu kuyov bolaning vazifasi bo'ladi. Endi nikoh o'qishda 3 ta farz bor. Birinchisi ukilatan bo'lishi, ukillar vakil bo'lishligi, undan keyin guvohlar bo'lishligi, undan keyin guvohlar, endi ikkalasining roziligini so'rab qo'yishlik kerak. Endi roziligini so'raganda albatta ovoz chiqarib, qiz tomon ha deb javob berish kerak. Kuyov bola qabul qildim deb javob berish kerak. Ikkalasining ovozini bir-biriga eshitish kerak. Ana shunda nikoh xudo xolasa yaxshi, nikoh yaxshi bo'ladi. Uni nikohda avvalo kelinimizdan so'rab beramiz, undan keyin kuyovdan so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloning amri bilan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnat sanalari bilan Imom Azam rahmatullohi alayhining ko'rsatmalari bilan va shu yerda turgan mo'min musulmonlarning guvohligida Azmalik qizi Rohatay o'zingizni Asqarali o'g'li Mirzabekka tani mahramlikka rozimisiz? Alloh taoloning amri bilan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnat sanalari bilan Imom Azam rahmatullohi alayhining ko'rsatmalari bilan va shu yerda turgan mo'min musulmonlarning guvohligida Azmalik qizi Rohatay o'zingizni Asqarali o'g'li Mirzabekka tani mahramlikka rozimisiz? Endi uchinchi martaga albatta ha deb javob berish kerak. Sababi Qizim uchinchita javob ber. O'zi rozi bo'lganligi uchun to'y bo'lyapti. Rozi bo'lmasa to'y bo'lmaydi. Alloh taoloning amri bilan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnat sanalari bilan Imom Azam rahmatullohi alayhining ko'rsatmalari bilan shu yerda turgan mo'min musulmonlarning guvohligida Abdumalik qizi Rohatay o'zingizni Asqarali o'g'li Mirzabekka tani mahramlikka rozimisiz? Alloh taoloning amri bilan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnat sanalari bilan va Imom Azam rahmatullohi alayhi ko'rsatmalari bilan shu yerda turgan mo'min musulmonlarning guvohligida Asqarali akaning o'g'li Mirzabek Abdumalik qizi Rohatayni o'zingizga tani mahramlik juftxonalikka qabul qildingizmi?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل نكاح فصل بين الحلال والحرام وسنة العالم وصلى الله على خير محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجي جميع الأحوال والتفضيل رجال الحاجات وتركون درجات الله وصلوات من جميع الخيرات بذلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسل من مرقدنا هذا وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع غير منظرون فاليوم لا تظلمون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين بورني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك غفور رحيم اللهم اغفر لنا والدينا ولسائر اليوم والمسلمين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إبراهيم شوال كلام ناصر يسوعنا ونخير نشي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ورده سبحان الله من كل توت ولا بقينا حسن وتجاوز عن شهر ومسلم شغل كلام حقر ما كان شغل لكن يشتغل الله نكاح مبارك خير لكل ما دوام كل لكن يشتغل الله تعالى صالح وصالحات حاجات وهو خص حاجات لازم أعطاه كلا جت دار دين السنة دين الإسلام خدمات كنا ديان صالح فنزل لازم أعطاه وطبعا ناس خدماتنا كنا ديان يخشى كل نادم مال كل سنين زيان أخطأ زين بحث الناس كنا وطبعا ناس مهربان صالح يخشى كل نادم مال شنو أخطأ زين ناس فين كانوا زيان أخطأ ترجم لهم ساقين لما كشريعة من صوت ما صوت لا يقال أخطأ زين في زين صوت رقم ما جنواني شيء صبي أجمعين اللهم صل على رحمتك يا رب الإله من يبقى خير شريك لا يشتغل مقتضي منك الله من بعد وخير لكل تنزل لنا صاغين من شهر ودني وصل صلى الله عليه وسلم وما كذا حسبتنا حسبت لازم والله تعالى زين اسمنا عند صغيرين يقال يا شيخ الله تعالى صلاه صدقه والله تعالى رزقني تبارك الله وقت فضل لازم أعطاكم تنزل لنا صاغين من شهر ودني وصل ما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رحمتك يا رحمن السلام عليكم ورحمة الله نكاحنا وعليكم السلام اسم الله سورة التي Ramlan, orang namanya anak kasihan. Ya kalau dulu, Hazır numarasını yana zaman. Oh. Ben vereyim mi? Video çekin. Oyuna bakabilirsiniz. Yine İyi gidiyor. Sağ ol. Yine canım.
Gülde toşu. Kayem ket. Siziyam bilsek kerak. Rahmat. Olsun qo'ydi. Tamam dai. Ya o'da qiladi. Yaxshi olsin bo'ldi. Qani singil bo'y edaspisiz. Meni qarang. Tashladingiz. Ya ularni ya. Mana hurmat qilgan odamchi. Bana keldi. Ketdi. Tamam. Boshqalar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana o'sib yurgilar bola chaqalon. Aslan qaylanasam bola. Kuntumak bo'g'lar. Endi o'sib yurgilar. Qara ota-onasi. Siz haylashtiravering. Kuyov bolasiz. Bo'g'lar biz qoqib qo'ysin. Archoqdagi. Qarg'an joyingda. Qani? Qizimdir. Rahatay. Baxtli bo'l. Oldu. Oldu. Rahatay. Yo'q, ota. Ana, amin. Bo'lgan yerdan baxtli umring uzoq bo'lsin, tanizlar bo'l. Qo'l ko'may qo'lg'ori bola chaqali bo'lib, o'zi g'al yerlikda yaxshi maqsadlar qilib yuraylik, niyat qilib. Roman ne yapar ya?
çıkan olsun. Var o cezden yüzden. Var dediğine bağlı. Kafam yok oldu. Ha? Kafam boşalır. Oldu mu? Kim bilir? Oldu. Zor joyun olyapsiz. Ha? Ana tersi de bak. Evet. Kaça çekeceğim. Oo, yazık yana ya. Makayır makayır. Ya anır bu tabi. Afiyet verin. Afiyet verin. Takdirden elveda bilmeydi dünyadan kimse Tebrik ederiz. Yana. Sağ çekelim. Zihniyeti birisi de paylar ki bunu. Tebrikler. Baktığı bakıladı. Yakıp koy. Gösteriyle koy. Amca Beş oldu 5.
Bosh ko'par. Endi ko'paydi. Bog'lasin. Qaraylik. Qaraylik, olyapti. Qani qaraylarchi. Qaraylik, olyapti. Mirza, do'stim, baxtli bo'l. Shu qizlarning otidan o'zbekiston qutlaydi, baxtli bo'l. Rahmat. Xotiningga bunday xotiningga silagan keldisan bo'lsa yaxshi. Mayli, tegla qizlar o'ldiraylar. Zamanın aldığın yaşlarından borçlusunu dilekleşinin. Zahoş boz. Şu detay tuğanlar, dilekleri koşulan, ötü yaşma bakıp kalay. Daima bakıp Mayli. Dostum baxtli bo'lsa. Qiziq hayotga baxtli bo'lib. Bu qadar terda baxtli bo'lib. Qaraylar endi. Qochsan. Qani qaraylarchi. Bo'ldi indamay turing, olyapti hozir. Qaraylar, olyapti. Qimillamay turinglar. eng yaxshi tilaklarda qalayman, baxtli bo'lsin dayman. Shu klassdoshlari bari baxtli. Eng yaxshi Barı kızlar namdan baxtlilar. Men ham burada dostum, baxtli bo'lsa, bola saqal bo'lsin, ota-onasi beradi. Şurada açıp ötken tileklerine koşulan, iki yaş altınlarını daima baxtli elin aldı bolmasın göster, elin artı bolmasın göster, elin ortasın baxtli bolsun. Bila şu doktorun sözüne koşulan, şu ayrılığın en baxtli derecesi olsun. Baxtli bolsun, mutlu olsun. Yine bir padaşın rahatlarına baxtlinin baxtli. Yana bir ötüm. Yana bir ötüm. Aş, bo'ptur aş. Baxtli bo'la. Apolo qo'yib bu qoch bizga kelgan issiqda. Bola chaqali bola den soloq doimo. Yaxshi ishda bo'ladi. Xo'sh bo'lgan yo'q. Yana bitta stakan. Masala shu haftalar aka. Bo'ldi. Havas qilaydigan kelin kuyovlardan bo'lib yurishini olaman. Javob baxtli bo'lib, javob tavsiya. Aka, do'stim baxtli bo'l, ha? Akanga qachon bu turmushda qiynalmay, yaxshi semyalardan bo'lib, ben yaxshi qilishlarni istayman-da. Akanga. Tinch o'g'li, tinch o'g'li. Rahmat olsun. Bo'la keldi. Şurada quloq qarab. Ay, quloq qarabamizdan, quloq qarab yo'q. Ya, do'stim. Kulayga. Men paka berib bor. Endi o'zim beklar. Akamiga. Gapir. Çünkü baxtli bo'ladi, bola chaqali bo'ladi. Kelajakda o'ylig'im debdilar. Ola. Ha.
En kıskası bakım olacak. Akşam yiyeceğiz olsun. Tamam. Her size bakıp gelin. Sana kardeşim bakım olacak. Hocam koşmazlar olsun. Yok paket ne? Tamam. Ya o da sen paketteyim olsun her şey. Akşam her şey koyun. Çok ağır olsun. Balalı olsun, sakalı olsun. Onların koydasından koyarız olsun. Formasın sana mahsul olsun ha. Aynen işte. Hani hiç böyle maçları koşmamız ha? Gel. Bottu var. Bu akıllı mı? Akıllı. Sen şöyle lavayı takıp anlıyorsun. Uyalma bu hareketlerin. Hakkın var. Ya biz daha bakalım. Vallahi men usul bargan yerimde baxtılı bolup hiç kaçan kapaçılık gündür körbestігine kalan daima baxtılı bolsun degan. Bu bola keler. Bu ya bu mayette falan kelolmasan keler. Yaxshilar tanib oling bu bolani. Ey, moshina yetib berib toplayapti yani. Mashina oldan chiqyapti. Hadi görüşemiz ama sen. Bravo. Aleykümselam. Mirza, do'stsiz men rohatda yashaymiz, baxtli bo'l. Bardaga o'zim bo'lib, o'zim partayib. Tinchlik, salomatchilik bo'lsin. Qisqasi, baxtli bo'lsin. Hech bo'lmasa qo'yla, Shohidlar gapirib qo'yinglar endi. Ota-onalar, bitta gapiringchi, shohidaxon. Sardoim baxtli bo'lib, o'shgan bilan qo'shiqlari bilsinlar. Sizcha? Baxtli bo'lsin doim. Nimaki niyati bo'lsa ham ishlaysiz. Sonboy, Mayli shu yerga yaxshi baxtli bo'lsin. Nima qalolar bo'lsa, yaxshi niyatlarga yetsin. Shu niyat bilan. Sarvar. baxtli bo'lsin mashina akalaring yerga qo'shib. o'rtaga endi. Kamera bratan. Bari kellar bitta. Kimga qaraydi?
can kelsa yar talabimga mendan avval chindan onam yig'laydi boshqasi yolg'on yig'laydi yosh boladek quvnaydi omadim ketganda inson bilmaydi dunyodan ko'z yumsam kun kelib bir kun faqat meni yonam chindan yig'laydi onamdan boshqasi yolg'on yig'laydi onamdan boshqasi yolg'on yig'laydi Sever severken çölce gözden her şey olduğu gibiyken Kapı çalarken sabah olurken nerede nasıl sorarken Yüzünde yorgunluğu elindeki kokusu Biter böyle geçer mi söyle ihanet incisi Aşka bence mi gerekli sevginin anlamı Azalt uzunluğu ver duygusu sana süper olur mu? Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni. Ben kötüyüm sen iyi. Bir, iki, üç, dört, tamam. Anlatma. Seni de sensizliği de kimseye paylaşamam. Seni de sensizliği